Eronda tug'ilgan. Voy, men bilan aytishmang, men bilaman. Men bilaman, u Eronda tug'ilgan. Ma'qul, keyin nimaga ta'sirlashyapsizlar? Xo'sh, qarang, Ibn Sino bobomiz shu yerda tug'ilganlar desam, ishonmayapti. Ibn Sino bobomiz Buxoroning Afshona qishlog'ida tug'ilganlar. Ha, shu yerda Buxoroda tug'ilgansiz. Voy, Ibn Sino bobomiz Ibn Sinomi yoki Avitsinomi? Juda yaxshi savol berding. Ibn Sino bobomizni bizning yurtimizda shunday deb ataydilar. Lekin Yevropada, Amerika tomonlarida bu kishini Avitsino deb yuborishadi. Please. Avicino, Ibn Sino, kim bo'lgan? Ibn Sino buyuk tabib bo'lganlar. Voy. U kishi necha yil tug'ilgan? Yaxshimi? 980-yilda tug'ilganlar. Aytgancha, u kishi kichkinaliklarga qaramasdan ham u kishini sehrga tabib deb tan olgan. Sizlar zamonaki yoshingizda katalashib yurasizlar. Ha, sehrga tabib. Aytib beray. Mayli, kelinglar, o'tirib olaylik. Meni joyim bu. Demak, 9-asrning oxirlarida Buxoroda kasallik paydo bo'lgan. Çin'den gelgen tabip ham bu dertnin çaresini tapa olmadı. Doğru. Aloyi. Meni uyumda bolalarim kasal. Ey Xudo! Dardimizga o'zing shifo ber. Shifo ber. Allohim. Shifo ber. Shifo ber. Savoshim. Nima qildirib chiqyaptimi? Qaranglar.
Voy. Sayın. Sayın. Ne buyurun? Niye? Что başlasın? Şamanlaştırlar onu. Neyin kaynatıp sürsen? Yerlerde şişko. Şahlarım lütfense. Tesadüf bana. Neyse de. Dost buluşma hakkında. Sayın. Men Xavset bilan do'st bo'lishni xohlayman. Yangi do'stimiz siri. Ajoyib. Voy, oyog'im. Kim yo'q? Yana bitta uva. Salom. Voy, yana senmi? Menga yaqinlashma. Yaqinlashma menga yo'qol. Men sendan qo'rqaman. Oyog'im og'riyapti. Yaqinlashma. Yaqinlashma. Shunaqa. Nega yig'laysan? Oyog'ing og'rimayapti-ku. Voy. Rostdan og'rimayapti. Lekin endi ko'p sakrama. Qurgan boshlamayman. Eng asosiysi mana bu muzdek suvga tushmas. Suvga? Suvga tushmayman. Tushmayman suvga. Yurib qol. Voy. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Aleyküm assalom. Salom. Adashmasam, hozirgina siz Hurmat bilan gaplashayotganmidingiz? Hayvonlarni, o'simliklarni juda yaxshi ko'raman. Ular menga qarab turishganda, men ularni tushuna olaman. Menimcha, ular ham meni tushunishadi, taqsir. Taqsir. Kechirasiz. Shu saroydan chiqdik deguncha hamma bilan gaplashib yaxshi emas-da. Shoshmang ey, shoshilmang. Menga qarang o'g'lim, bu yerlarda yolg'iz o'zingiz nima qilib yuribsiz? Ha, qo'rqmaysizmi? Yo'q, taqsir. Men bu yerlarga tez kelib turaman. Yo'qlar kelgani. Hozir esa onajonim og'ir betob odamlarga shifo izlab yurganim. Taqsir. Onam
kundan kelgan tabiblar, olimlar bu kasallikka davo topolmayapti. Sen nima bilan davolading? Ilon! Nima? Kim? Kim ilon? Yo'q, haligi ilon zahri bilan davolayman demoqchi edim, taqsir. İlon zahri? Hech zamonda ilon zahri bilan ham kasallikni davolab bo'lar ekanmi? Gapir. Ha, bo'ladi taqsir. Axir, men ham xuddi shunday kasallikka chalingandim. Meni ilojot do'stim chaqib oldi. Men o'sha yerga malham qo'ydim. Shundan so'ng qarang, menda kasallik butkul yo'qoldi, taqsir. Demişti. Beri geleyim. Keksanlık kursun demişti. Qaysidir bir kitapta o'qigan edim. Menimcha, ilon zahri bilan tabobatda foydalansa bo'ladi deyilgan edi. Yigitchaning gapida jon borga o'xshayapti. Menga qarang, ismingiz nima? İsmim Abu Ali Al-Husayn ibn Abdullah ibn Sina taqsir. Nima? Siz saroy amaldori Abdulloh ibn Sinoning o'g'limisiz? Shunday taqsir odamni taniysizmi? Albatta. İjozatingiz bilan taqsir. Qayerdan ko'chib kelgan edilaringiz? Afshonadan taqsir. Xuddi o'zi afshonadan ko'chib kelgan. Sizni yaxshi taniymiz. Barakalloh. Yoshingiz Barakalloh. nechida yoshingiz? Yoshim 10 yoshdaman. 10 yoshda? Menga qarang. Husaynbek, o'sha siz aytgan ilonni qayerdan topsak bo'ladi? Ilonjonni. Men ilonjon do'stimni onajonim uchun tutib kelayotgandim. Lekin afsus, odamlar uni cho'chitib qochirib yubordi. Endi esa hozir men uni inaga ketyapman. Ya'ni Buxoroga taqsir. Qani, unda yo'lni boshlang. Shoshilaylik. Qani, yo'lni boshlab qoling. Shoshmang. Taqsir. Kechirasiz-u, lekin bu g'or ilonjon degan hatto men o'zi u yerga zo'rg'a kira olaman. Agar ruxsat bersangiz, ilonjonni zahridan men o'zim olib kelardim. Taqsir. Tabib Baloqiy! Tabib Baloqiy! Gapirishing. Zudlik bilan saroyga qaytishingiz shart. Shohimizning ahvoli yanada ham og'irlashdi. Agarda qosh qoraymaguncha tuzatmasangiz, sizni zindonband qilishga farmon olganmiz. Shohimiz og'irlashdi. Onajonim. Husayn, Labay taqsir. siz Dimishqiy do'stim, qayda shogirdim Juzjoniy bilan birgalikda g'ordan olib o'sha ilonni topib kelingan. Men esa saroyga qaytmasam bo'lmaydiganga o'xshayapti. Faqatgina qosh qorayguncha ortingizga qaytishingiz kerak. Qani, bo'la qolinglar. Ehtiyot bo'la qolinglar. Ehtiyot bo'linglar. Shohimiz, onajonim. Lekin endi mendan odamlarni davolash imkoni tug'ildi. Qanday yaxshi. Hoy, nega to'xtab qoldingiz? Qani, shoshilaylik, taqsir. Tezroq qaytishimiz kerak. Qani, ketdik. Yura qolinglar. Yura qolinglar. Mana. Qosh qorayguncha yetib kelmasangiz zindonband etishga
farmon olganmiz dedimi? Nahotki. Axir bu yaxshi. Yura qolinglar, yura. O'chir ovozingni, sassiq qurbaqa. Mana. Qo'lim. O'chir ovozingni. Qo'lim qonab ketdi. Bu vaziyatda o'zimning foydam uchun foydalansa bo'ladi. Qo'limni bir toshga urib oldim. Hozirroq saroyga qaytib, qo'limni davolamasay, bilmadim nimalar bo'lib ketar. Aksiga olib, bu tog'da birorta ham giyoh topa olmayapman. Yura qo'ling ustoz, yura qo'ling. Mana, Husayn, mana qo'lingiz uchun giyoh topib keldim. Qani qo'lingizni bering. qo'lingizni tuting. Ha, bu. Ustoz, Mana bo'ldi. qo'lingizni qayerga qo'yayotgan endi? Qo'limnimi? Qo'lim qonagani yo'q. Shunchaki shilingan edi. Sizlarni bir tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Taqsir. Vaqt keladi. Qani ichkariga shoshilaylik. Ha, to'g'ri. Qani bo'la qolinglar. Ketdik. Ha, yaxshi. To'xta. Labbay. Zaharni olishing bilan zudlik bilan ortingga qayt. Agar zaharni sen ustozga olib borsang, u seni yanada yaxshi ko'radi. Axir unga qaraganini ko'rdingmi? Mening nazarimda bu bola kelajakdagi sening o'rningni egallab olmoqchi. Nima? Ustozingni yaxshi ko'rmaysanmi? Yaxshi ko'raman. Yaxshi. Qani, endi tezroq bora qol. Yodingdan chiqmasin. Qani. Xo'p bo'ladi ustoz. Judayam kichkina tuynuq ekan. Bu bolada bir gap bor. Qo'lini kaftimga qo'yishi bilan vujudimga allaqanday iliqlik taraldi. Bu bolada bu gap bor. Yo'l yurib juda charchadim. Endi mana shu yerda birozgina yotib dam olaman. Biroz mizg'ib olaman.
Aksincha, ularni mehmon qilinglar. Sen var ekansan, mening yonboyimni olomon oyoqlari ostidan chiqaribsan. Va do'stlik degan buyuk rishta bilan atabsan. Bilaman nega kelganingni. Chindan ham bizning zahrimiz bu kasallikni davolaydi. O't-o'lanlar bilan suhbatingni eshitib, zukko ekanligingni bilib, uxlab yotganingda kasal bo'lmasliging uchun seni chaqib olgandim. Mendan xafa emasmisan? Ol, mening bilaman do'stim. Butun oilamning 6 oy davomida to'plagan zahri. Ol, baxtingni qutqar. Ha, aytgancha, Husayn, agar zahardan to'g'ri foydalanmasang, inson tanasi dosh berolmaydi. Qo'ysangizchi, tashakkur. Qanday mazza. Tushim ekan. Shunaqangi ajoyib tush ko'ribmanki. Hali bolalar g'ordan chiqishmadi shekilli. Hey! Ustoz, yordam bering. Yusufjonim, qani, qo'lingni ber. Yordam ko'rsatib. Qani. Ustoz, mana olib chiqdim. Mana bunda butun qalbimizga yetadigan zaxlar bor ekan. Qanday yaxshi. Qani, g'orning og'zini bergan. Hoziroq saroyga qaytamiz.
ko'ramiz. Haligi ustoz, nasayin ichkaridan bu. Ha? Ichkarida? Mayli, biroz u ichkarida o'tira tursin. U yetmasligi mumkin. Qaytib kelgunimizcha u yana bir ko'za zahar yig'ib turadi. Shu bilan xalqimizni ham davolaymiz. Kelishdikmi? Qani, g'or og'zini yop. Hozir. Yo'q. Aytgandek, buni qanday qilib qo'llash usulini bilib qoldingmi? Yo'q, siz tez chiq deganingizga shoshib chiqib kelaverdim, ustoz. Ha? Nima? Bu nima degani? Och! G'or og'zini och! Xo'p bo'ladi. Buni qo'llash usulini bilmaymiz, biladigan bilag'on ichkarida. Qani bola qol. Xo'p, hozir mana. Bola qol, tezroq bo'l. Hozir ustoz. Mana. Ochdim ustoz. Husayn, qo'lingni ber do'stim. Qo'lingni. Ana chiqa qol. Ana, hamma jamun jam. Ana endi hammamiz saroyga boramiz. Qani, ketdi. Qani yura qoling, Husayn. Ha? Shoshmang. Saroyga. Ha. Axir uyda onajonim betob meni kutib yotibdilar. Yo'q, men saroyga bormayman. Onajonimning yoniga borishim kerak. Husayn. Hey, bolalik qilma. Shohimiz og'ir yotgan bir paytda sen onangni Taqsir. Onam xasta. to'g'ri, sen onangni o'ylab to'g'ri ish qilyapsan. Qani Husayn, mana buni ol. Ha? Rahmat. Rahmat, Taqsir. Hoziroq qo'yib, onajoningni davola. Keyin zudlik bilan saroyga qaytib kel. Albatta, Taqsir. Men seni saroy oldiga tushaman. Onajon. Yaxshi. Hey, hey. Sen hoziroq uning ortidan borib zaharni qanday qilib tayyorlash kerakligini bilib olasan. Ana undan keyin quloqni tut. Bilamanlarga ko'zingni yo'q tarafdan tushundingmi? Ha. Nima? Ha, axir bu ustozing uchun. Ustozing uchun kerak yoki ustozingni yaxshi ko'rmaysanmi? Yaxshi ko'raman. Yaxshi, hozir unda bor. Xo'p bo'ladi, ustoz. Sayın, neresi saroyga ketdim? Daryo boshqa. Voy, suvlar to'lgan.
mana olib keldim. O'sha shifo bo'luvchi zaharni olib keldim. Shohim, siz xudo xohlasa albatta sog'ayib ketasiz. Sog'ayib ketasiz, shohim. Demişti, Labbay taqsir. nahotki siz shunday tabib bo'la turib, suv bilan zaharning farqiga bormasangiz, nima shohimiz bir ahvolda yotgan paytda siz bizning ustimizdan kulyapsiz. Yo'q, aslo. Nima qilganingiz bu? Jonim bitta shu ishni ham eplolmabdi. Nimalar deyapsiz? Taqsir, men aytmoqchi bo'layapmanki, bularning hammasi Husaynning ishi. U ataylab sizga yaxshi ko'rinish uchun ko'zidagi zahar bilan suvni aralashtirib qo'ygan. Ustoz! O'tkazib yuboring! Yo'q, mumkin emas bolakay. Oxirgi shukr! Aytib ketavering. Husaynni qo'yib yuboringlar. Buni qanday tayyorlash kerakligini bilasizmi? Albatta. Bilaman, hozir. Bir piyola suvga 18 tomchi zahar. Nimalar deyapsiz demişti ustoz. Axir shohimizni hayotlarini xavf ostiga qo'yyapsiz-ku. Jibon! Bilamansan. O'zi taqsir basi qiling. Husayn, siz o'zingiz qanday qilib tayyorlash kerakligini bilasizmi? Ha, ustoz. Onajonimda qo'llab ko'rdim zaharni. Qani, bunday bo'lsa, boshlang. Ruxsatingiz. To'xta! Taqsir! Olim panohning muborak vujudlarini allaqanday bir bolaga ishonib bo'lmaydi. Nimalar deb archilayapsiz? Bas qiling. Men Husaynni birinchi bor ko'rganimdayoq unda qandaydir bir hislar borligini sezgandim. Shunday ekan, Husayn boshlagan ishini oxiriga yetkazadi. Qani Husayn tayyor bo'ldimi? Ha, ustoz. Xo'sh. Qani, okey. Ehtiyot bo'ling. Qani. Shu yerdaman, shohim, shu yerdaman. O'zingizni o'rintirmang. Shohim. Bu yigitcha meni yangi shogirdim, Husayn. Qani, chetga ol. Qani, endi biroz yotib, orom oling shohim. Shohim, sizga zaharni nima Qani, qildi? yura qolinglar. Hovliga chiqamiz. Shohim biroz dam olishlari kerak. Xo'p bo'ladi. Qani, yura qolinglar.
Qolaversa, xalqimiz sizga sehrgar tabib unvonini berishibdi. Unvonlar muborak bo'lsin. Qullum shoh. Barakalloh. Tilagingizni. Shohim, mening bu erishgan yutuqlarimdan do'stim va ustozlarimning hissasi katta. Shunday ekan, men ulardan bir so'z aytolmayman. Barakalloh. Barakalloh Husaynbek. Ofarin. Husaynbek. Ofarin. Shohim, bir qoshiq qonundan kelsangiz, sizga bir voqeani so'zlab bermoqchiman. Ruxsat. Qullar, siz og'ir betob bo'lib yotgan vaqtingizda zaharni olgach, Husayn birinchi bo'lib sizni emas, o'z onasini davolagani yo'loldi. Men unga qanchalik tushuntirishga harakat qilmayin, baribir gapimga quloq solmadi. Undan keyin saroyga yetkazilguniga qadar yo'l-yo'lakay yana bir nechta oddiy fuqaroni davolab, ana bundan keyin sizni davoladi. Mening nazarimda Husaynga mukofot kerak. Jim bo'ling. Boshqa gapirmang. Husayn hali bola. Bola uchun onasi doim aziz ekanligini unutgan ko'rinasiz. U yo'lda davolagan xalqi mening xalqim. Uning aqliga bandi. Men bo'lganimda ham xuddi shunday qilgan bo'lar edim. Uysiz og'zingizni yumganingiz ma'qul. Men aytmoqchi edimki, davlatxonob, Husayn qulog'onimizga biroz tilla bilan zarintul hadya qilsak, shuning o'zi kifoya deb o'ylagandim. Va tilla beraylikmi Husayn? Yo'q, shohim, menga tillaning hojati yo'q. Aksincha, agar ruxsat bersangiz, Buxoroning eng katta kutubxonasiga kirib, o'sha yerdagi kitoblarni o'qib o'rganishni istayman, shohim. Nima deganingiz? Bu asli mumkin emas. Husayn! Mana deyapsan, kelib Buxoroning butun bir milliy boylikni so'raysanmi? Axir u kutubxonaga olampanohdan o'zga hech kim kirmagan. Husaynbek bu dunyodagi eng katta kutubxona ekanligini, qolaversa u yerda Buxoroning boyliklari saqlanishidan xabaringiz bormi? Ha, shohim, xabarim bor. Barakalloh. Husaynbek, qani menga aytingchi, tibbiyotdan boshqa yana nimalarga qiziqasiz? Tibbiyotdan boshqa o'zimlik. La'nati bola! Butun saroy ahli oldida meni yig'ildi-ya. Hali mening sonimga kirmabsan. Hangi kunini ko'rsatayki?
Shohim. Shohim, bir qo'shiq qonunlar kechiring. Aytgandim sizga. Kutubxonaga har kimning kiraverishi yaxshilikka olib kelmaydi degandim. Mana oqibati. Shohim, ijozat bering. Endi men gapirmasam bo'lmaydi, shohim. Gapiring. Qanday gap ekan? Shu paytgacha ustozim deb yurgan Hazrati Dimishli tabibning barcha qilgan qabih ishlarini shu paytgacha yashirib keldim, shohim. Qanday ishlar ekan? Zaharni suvga almashtirib qo'yishni menga buyurgandi. Va kutubxonani bugun tongda yoqib yuborganini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yo'q, shohim, ishonmang. Ishonmang uning gaplariga. Siz bu paytda kutubxonada nima qilib yurgan edingiz? Meni afv eting, shohim. Men kitoblarni o'qishni juda yaxshi ko'raman. Husaynning ortidan kutubxonaga borganimda Hazrati Dimishli tabib kitoblarni yoqayotganini ko'rib qoldi. Yolg'on. Hammasi yolg'on. Ishonmang. Meni ko'nglim sezgandi. Shu ishni siz qilgansiz. Degan kitoblar. Onajonim aytgan. Yomon o'z jazosini topadi. Siz jazoga moyil insonsiz. To'g'ri. Xalqning yostiqini quritgan shu. To'g'ri. Soxta Ibn Sinodir. Jazosini berish kerak. Jazosini berish kerak. Qur'on qilish kerak. Tabib Dimishli, sizni taqdiringizni xalqning zimmasiga topshiraman. Hukmni ular chiqarsin. Shohim, ishonmang. Shohim, yo'q, ishonmang gap yo'q. Bir yomonlik dastidan Buxoro katta talofat bo'ldi. Bunday yo'qotishdan Buxoroning boshi egildi. Yo'q. Buxoro va sizning boshingiz egilmagan. Men bu kutubxonadagi barcha kitoblarni yodlab olganman. Butun boshli kutubxonani-ya. Toki, men tayyor ekanman. Dushmanlar bu kutubxonasini aslo yoqib yubora olmaydilar. Barakalloh Husaynbek, meni xursand qildingiz. Zero sizga o'xshagan intiluvchan yoshlar ertangi kunimizning egalaridir. Biz sizni yanada ko'proq tahsil olishingiz uchun, yana ko'proq ilm olishingiz uchun Mahmud oliy madrasasiga jo'natgaymiz. Muborak Abu Ali Ibn Sino o'sha paytda Buxoro ahlini og'ir kasallikdan qutqargan ekanlar. Ustoz, menchi kelajakda albatta shifokor bo'laman. Ilohim. Men ham bo'laman, ustoz. Va ilohim aytganlaringiz kelsin. Aytgancha, hozirgi zamonda butun dunyoning buyuk allomalari ham bizning bobomiz bo'lmish Abu Ali Ibn Sino yozib qoldirgan tibb qonunlari asarlari asosida ish yuritishmoqda. Abu Ali Ibn Sino is our grandfather. Hamdkan salam alaykum. Thank you to Avicenna. Ibn Avicenna, tashakkurlar olsun.